Assalomu alaykum kanalim obunachilari va mehmonlari. Sizlarga ajoyib, juda yumshoq, mazali pecheniya tayyorlashni ko'rsatmoqchiman. Bu pechenyega ketadigan masalliqlarni video ostida yozib qoldiraman. Tayyorlashni boshladik. Oldin 300 gramm unni yaxshilab ilab olamiz. So'ngra xona haroratidagi 180 gramm sariyog' solib, yaxshilab aralashtirib olamiz va 4 qoshiq shakar, 10 gramm razrxlitel va bitta tuxum chaqib xamir qilishni boshlaymiz. Bu shirinlikni bolalar hamda kattalar suyib iste'mol qilishadi. Videoni oxirigacha ko'rib, layk bosishni unutmang. Mana ko'rib turganingizdek yumshoq xamir qilib oldik. Biz bu xamirni tindirib o'tirmasdan yoyishni boshlaymiz. Xamirimizning ustiga tayyor har xil meva nachinkalari bor tvorogli desertni tekis qilib surkab olamiz va rulet shaklida o'rab, so'ngra uchburchak shaklida kesib chiqamiz. Agarda siz ham tayyorlab ko'radigan bo'lsangiz, har kim har xil shaklda kessa ham bo'ladi. Bu shirinligimiz juda mazali va yumshoq bo'lib chiqadi. Agarda video yoqqan bo'lsa, kanalimga obuna bo'lib, do'stlaringizga ham ulashni unutmang. Mana tayyor bo'ldi. 180 haroratda qizib turgan duxovkada 20 minut pishirib olamiz. Pechenyaning ustiga sut yoki tuxum surkasak ham bo'ladi. Ko'rib turganingizdek tayyorlanishi qiyin emas. Mana pechenyalarimiz tayyor bo'ldi. Ustiga qand upasi sepib bezak beramiz. Bu xohishga ko'ra. Albatta siz ham tayyorlab ko'ring. Hammaga yoqimli ishtaha. Agar kanalimni birinchi marta ko'rayotgan bo'lsangiz, obuna bo'lib, layk bosib qo'yishni unutmang. Sog' bo'ling, keyingi videolarda ko'rishguncha xayr deb qolaman.